Ya'ni soat kechqurungi 10 dan ertalabki 6 gacha uxlaydigan paytida bemorni uxlamasdan trezvy holatida bo'lishi. O'sha kechqurun o'tiribdi-yu, hech qanaqa ertangi kunga maqsadi yo'q. U kechqurun o'tirishi nimadirni qidiryapti, izlayapti u. Kechqurungi navbatchi ish rejimi bor, ya'ni bu bizada dejustva deydi. Bu holat insonni organizmi uchun ham juda kuchli ta'sir qiladi. Endi tungi ishlaydigan taksistlarni aytadigan bo'lsak, 2 oy davomida tunda ishlagan, ma'lum bir ish qilgan. U 2 oydan keyin o'sha bemorda уже yurak infarkt kasalligi aniqlangan. Uyqusizlik nima? Uyqusizlik kechki paytda uyqu vaqtida, ya'ni soat kechqurungi 10 dan ertalabki 6 gacha uxlaydigan paytida bemorni uxlamasdan trezvy holatida bo'lishi. Bu asosan miya faoliyati bilan bog'liq bo'lib, bu yerda insonni kelajakdagi zamonda, ya'ni kelasi zamonda xayoli qaysidir vaziyat bilan kurashgan holatda bo'ladi. Ya'ni o'zini uyquga tayyorlamaydi. Bu holatda organizm butunlay tayyor trezvy holatda turadi. Bunaqa uyqusiz bemorlarga asosiy tavsiya, ayniqsa shu kechqurungi 10 dan keyin o'zini tanasini uyquga tayyorlash uchun o'sha gadjetlardan uzoqlashish kerak bo'ladi. Ya'ni telefon, televizor, svetlar o'chirilgan qorong'u xonaga o'zini kirib, u yerda uyquga tayyorlash kerak bo'ladi. Eng ayniqsa uzoq natija beradigan tavsiyamiz 20 marta chuqur nafas olinadi va o'sha meditatsiya holatida butun tanani uyquga tayyor holatga keltiradi. U o'zi bilan o'zi gaplashishi kerak birinchi o'rinda-da. Uni o'zini miyasini yaxshilab ichkariga, ya'ni qalbiga savol bersa, o'sha kechqurun o'tiribdi-yu, hech qanaqa ertangi kunga maqsadi yo'q. U kechqurun o'tirishi nimadirni qidiryapti, izlayapti u. U o'zi izlayotgan narsasini o'zi bilmayapti. Maqsadini yo'qotib qo'ygan, kechqurun uyqusiz holatda o'tirishi ertangi kunga nimadirni izlayapti. Lekin o'zi bilmagan holatda izlayapti. Nimadir yoqyapti, o'shani ko'ryapman deydi. Uni misol uchun 5 minut ko'radi-da, keyin boshqa narsaga o'tadi. Uni ham 5 minut ko'radi-da, keyin yana boshqa narsaga o'tadi. O'zi bu holatda qalb nimadirni izlayapti-da. O'sha izlayotgan narsasini topa olmayapti. O'shaning uchun shunaqa holatga kelib qoladi. Bu holatda tavsiya, hozir shu yerda, ya'ni siz o'zingizni vaqtingizda o'sha kechqurungi uyqu holatiga ruhan, qalban, xayolan qaytishingiz kerak. Ya'ni bo'ldi, men tanamni uyquga tayyorlayman, butun tanam dam olishi kerak, miyam ham dam olishi kerak. Buning uchun men bu narsalardan voz kechaman, yotoqxonada yotoq holiga, o'sha tekis yotgan holatga kelaman. Endi o'shanda ham miya o'chmaydi. Miya nimadir o'ylab yotaveradi-da. Bundan eng zo'r samara beradigan o'sha maslahat, chuqur 20 marta nafas olish kerak. Chuqur nafas olib, chuqur nafas chiqarish kerak. Bu holatda miya o'sha o'ylayotgan narsasini ma'lum bir sekundga uzadi. Ma'lum bir sekundga uzgandan keyin u to'liq uyqu holatiga tayyorgarlik ko'rsa bo'ladi. Kechqurungi navbatchi ish rejimi bor, ya'ni bu bizada dejustva deydi. Bu holat insonni organizmi uchun ham juda kuchli ta'sir qiladi. Ayniqsa kechqurungi uyqu holatida siz batamom trezvy holatda bo'lasiz-da. Agar navbatchi holatda ishlanadigan bo'lsa, ya'ni dejustva holatida ishlanadigan bo'lsa, inson organizmiga ertasi kuni 1 sutka davomida dam olish berish kerak. O'sha kunni birinchi yarmida uxlab oladi, keyin ikkinchi yarmida o'zini tanasi uchun o'zini butun uy sharoitida unga dam olish berilishi kerak. Bu davlat sistemasida majburiy qilib qo'yilgan. Misol uchun har kuni dejustva qo'yilmaydi hech qayerda. Bugun dejustaga turdimi, ertasi kuni 24 soat dam olish holatida bo'lishi kerak. Organizm o'shanda o'zini o'zi kompensatsiya qilib tiklab oladi. Kechqurun ishlaydigan insonlarda ko'p kuzatiladigan narsa, ayniqsa shu kechqurungi rejimga miya o'rganib qolgandan keyin u ish faoliyatidan bo'shab ketgan taqdirda ham unda kechqurungi uyqusizlik kuzatilishi mumkin.
Endi tungi ishlaydigan taksistlarni aytadigan bo'lsak, bular to'g'ri ish faoliyati kerak, u ishlamasa bo'lmaydi. Bunaqa holatda rejimni boyagidek mana dasturdagidek davlat sistemasida shunaqa-ku, ertasi kuni dam olish. Tunda ishlaydigan bo'lsa, ertasi kuni tanani dam oldirish shart. Sababi u inson o'sha ishini uzoq vaqt mobaynida qila oladi. Hozir har kuni o'sha kechqurun tunda ishlash rejimida ishlasa, organizmni chidamlilik darajasi bor. Bu 6 oydir, bu 1 yildir, har kimda har xil. O'sha chidaydigan darajasigacha ishlab boradi. O'sha chidolmagan paytda organizmni xohlagan tochkasida razriv ketadi. Может 2 oy misol ishlagan bemorim bor. Tunda 2 oy uzluksiz ishlagan, 2-oy tugashi bilan bemorda saharni diabet boshlangan. Yoki boshqa bemorni aytamiz, 2 oy davomida tunda ishlagan, ma'lum bir ish qilgan. U 2 oydan keyin o'sha bemorda уже yurak infarkt kasalligi aniqlangan. Organizm chidolmaydi, xohlagan joyga razriv berib yuboradi. Bu juda xavfli hisoblanadi. O'shaning uchun bitta ishchi tunda qilinish plani bo'lsa, uni ertasi kuni обязательно dam olish kerak. Endi tuni bilan o'sha kompyuterxona, yoshlar har xil joyda yurishadi. Ular baribir ertasi kunduzi kuni dam olish holatida bo'ladi. Bu rejimni buzilishi surunkali kasalliklarni keltirib chiqarishga moyil bo'lib qoladi. Xudoyim ham hamma narsani vaqti soati bilan yaratgan, kunni, tunni ajratib berganda. Bu bekordan emas, muvozanatni buzilishi sizga ham tanangizda muvozanat buzilishiga olib keladi. Erkaklarda men ko'p kuzataman, tunda uxlamaydigan ko'proq kuzatiladigan holat, ayniqsa erektilniy disfunksiya, ya'ni jinsiy faoliyatini orqada qolishi, testosteron gormonining tushib ketishi, podrastkovoy yoshlarda 10, 11, 8, ya'ni podrastkovoy 14 yoshgacha podrastkovoy yosh hisoblanadi. Bu yoshda bo'y o'sish orqada qolib ketadi. Tanani holatiga qarab har xil kasallik kelib chiqaveradi. Bu muvozanat buzilishidan kelib chiqadi. Shuning uchun azizlar, inson uchun uyqu juda ham muhim. Ayniqsa tungi uyqu asosiy rolni o'ynaydi. Vaqtida uxlab, vaqtida uyg'onishni tavsiya qilamiz. Bu sizning hayotingiz uchun ham juda ham ahamiyatga ega. Ana 3-8 qoidasiga kirgizib qo'ysa bo'ladi o'sha. Bo'ladi, normal. Yaxshi bo'ldi.